Vatan chaman bo'stonim, senga sodiq har onim, tanamda oqar qonim, nurafshonim bayrog'im. Shijoatim yaxtimsan, orzu umid axtimsan, boshim uzra baxtimsan, nur jahonim bayrog'im. Hayotimning tongisan, xiltiraysan, mangusan, buyukligim ramzisan, sharaf shonim bayrog'im. Ham kechirolmay xafa bo'laman, xafa bo'laman. O'zimni ham kechirolmay xafa bo'laman, xafa bo'laman. Eslab kelasan-ku. Biz siz bilan jang qilmoqchi emasmiz. Yaqin odamlaringizni olib, Toras bilan chiqib keting. Sizning yo'lingiz ochiq. Birga bo'lgan xalqimni tashlab, hech qayon ketmagayman. Shu o'lkada tug'ildik, shu o'lkada o'lurmiz. Bunday bo'lsa, bu jang siz uchun so'nggi jang bo'ldi. Alloh barchamizni shu aziz vatan tuprog'idan yaratmishdir. Dag'i yana shu vatan tuprog'iga qaytarmishmiz. Unga iymon, e'tiqod ila qaytmoqlik ahli musulmon uchun sharafdir. Sharafdir, sharafdir. Alloh rozi, vatan rozi, vatan rozi, Alloh rozi. Amin. Allohu akbar. Xon bilan jangda Shayx Nasriddin Kubro mardlar vafot qildilar. Bobomizning qo'lidagi yurt bayrog'ini hattoki mo'g'ullar ham qiyinchilik bilan olishdilar. Ajdodlarga munosib farzand bo'lish har bir yoshga farzdir. Bu vatan onaga seslanib bo'ladi. Bu vatan onaga seslanib bo'ladi. Qancha dunyo kezib ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqan chirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston xalqi qarinchining yanani ham sevsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Musulmon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Doim davlatni bayrog'ini sharaf deb turibdi. O'sha eng qahramonlar ham o'sha nima deydi, avval tug' deb aytishgan, g'olib chiqqanda birinchi bayroqni ko'tarishgan, to'g'rimi? Shuning uchun ham olimpiada chempionlari g'olib bo'lgan paytda butun dunyo O'zbekiston bayrog'iga chiqqanda u qalbdan shunaqa hayajon bilan yig'laydi, to'g'rimi? Har doim O'zbekistonning bayrog'i hilpirayversin, har doim yuksaklarga ko'tarilaversin. O'sha dunyoning sovuq suvlarida ham O'zbekistonning bayrog'ini olib borib o'rnatishda sportsmenlarimiz. Demak, O'zbekiston sekin dunyo bo'ylab nima qilaveradi? Bo'yib o'taveradi.